oyoq og'rig'i yo'qoldi. Keyin chanqayotgandim, chanqoq ham yo'qolib qoldi. Yo'qolib qolgan rosa sog'lom sezdim o'zimni. Rosa sog'lom sezib, yana sahrga hali o'g'lim Germaniyadan kelib menga sahr o'lchadigan olib berdi. Yana uni o'lchadim. O'lchasam 607 chiqdi. Birinchi asha o'g'lim Germaniyaga ketib, menga firmani tashlab ketdi. Tashlab ketgandan keyin uni firmani boshlig'i bo'lib ishladim. Ishlab, o'g'limcha qarzga kirib qolgani uchun keyin mana erkaklar, manaqa pul berganlar urushgani kelaverdi. Urushgani kelganda rosa qarz to'ladim men, pensiyalarimdan shunaqa qilib qarz to'lab, nervishit qilib, keyin birdaniga haligi davleniyam ko'tariladigan qoldi. Keyin davleniyam ko'tarilib, keyin железный дорожный больницада yotdim. Yotsam sahrga olaylik, xolasiz deyishdi. Sahrga o'xshab turibsiz deyishib, sahrga oluvdi, sahr menda sahr chiqdi. Sahr chiquvdi, nima sahrlarni eshitgandim, rosa yuragim siqildi. Sahrligingizni bilganingizdan keyin qanaqa o'y-xayollar o'tdi sizdan? Endi haligi sahr bilganimdan keyin har xil xayollar keldi. Endi siqildim, ancha siqildim. Sahr yomon kasal deb nima qildim, siqildim. Sahr bo'lganlar ko'p mahallamizda hali olamdan o'tishib ketib qoldi. Shularni o'ylab, endi deb siqildim rosa. Sahrga tekshiraylik deyishdan oldin sizda qanaqa asoratlar bo'luvdi o'zi? Oyog'im og'rish boshlanib qoldi. Oyog'im og'rib, necha uzoq yursam oyog'im og'riydigan bo'lib qoldi. Oyog'im charchaydigan bo'lib qoldi. Men o'zim holsiz bo'lib, haligi ko'p uxlaydigan bo'lib qoldim. Ko'p uxlaydigan bo'lib qoldim. Uxlayveraman, shunaqa bo'lib, hali charchaydigan bo'lib qoldim. Keyin ko'p sahrlar bo'ladi. Odamlarga qo'shilgim kelmay qoluvdi deydi. Sizda qanaqa bo'ldi? Yo'q, unaqa bo'lgani yo'q men. Keyin aytdimki, kasal bo'lolmay ishga kirib ketaymi deb, ishga kirib ketdim. O'zim kevar bo'lganman. Rossiyada ishlab kelganman, keyin dedimda, ishga kirib oldim. Shu oldim dorilarini, olib kelib berishdi. Rahmat, ommalarga. Shuni ichib yurgandan keyin oyoq og'rig'i yo'qoldi. Keyin chanqayotgandim, chanqoq ham yo'qolib qoldi. Yo'qolib qolgan rosa sog'lom sezdim o'zimni. Rosa sog'lom sezib, sahrga hali o'g'lim Germaniyadan kelib menga sahr o'lchadigan olib berdi. Uni o'lchadim. O'lchasam 607 chiqdi. Men shunaqa endi g'alati bo'ldimki. Oldin necha chiqardi? Burun 11 gacha ko'tarildi. Keyin bu doridan oldin nimalar ichgansiz? Doridan oldin menga haligi dorilarni berishuvdi, ichmadim. Dorilarni davlat tomonidan dorilarni ichmadim, chunki haligi jigar o'ldiradi deb ichmadim. O'zim ehtiyot qilaman, ichmadim. Men mana bularniki tabiiy ekan deb turib sizlarning dorilaringni ichuvdim. Shu 607 chiqdi. Rosa xursand ketdim. Qo'shlarimga xursand bo'lganda qo'shlarimga chiqdim. Olib ichinglar dedim. Hali qo'shnilarimga aytdimki, burun hali o'lmaganda shu qo'shnilarim ashlarga aytardik, mana shuni olib ichar dedim. Namanganda qarindoshlarim bor, ularga aytdim. Sahr bo'lib qolganlar olib ichinglar. Desam hammasiga nomeringlarni yozib berdim, dorilaringlarni olib ichadigan bo'lishdi. Lekin menga juda foyda berdi. Sizda necha kunda ta'sir bilindi? Bir 20 kunda. 20 kunda kelgan nima bo'ldi? Sekin-sekin sizni o'zgartirish. Astoydil ichdim. 20 kun, shu 3 mahaldan ichdim, rosa foyda. Hojatga borishingiz kamaydi. Kamayib. Oyoq og'rig'ingiz. Oyoq og'rig'i umuman yo'qoldi. Shu nimalar. O'zi diyeta qilasizmi? Diyeta, jismoniy harakat. Diyeta ham qilyapman. Diyeta ham обязательно qilish kerak. Albatta. Diyeta ham qildim. Keyin non yemay qo'ydim. Non ko'taradi. Umuman yemay qo'ydim. Shu ham foyda ekan. Non umuman yemadim. Shu bilan diyeta ham qilyapman. Keyin ba'zi vaqtda tug'ilgan kunlar bo'lsa, yeb ham qo'yyapman. Ya'ni dorilarni ichib yuribman. Lekin juda foyda berdi. Rahmat sizlarga. Endi nima haqida gap ketyapti deb so'rashadi. Hozir ko'rsatamiz shuni. Mana kamera kelsa. Mana xola. Xo'p. Buni ko'rsatsangiz mana. Zainsoy, diabet. Mana shundan, shundan olib kelib berishdi. Shundan olib ichdim-da. Mana shu. Mana bu yerda choy damlamalarini ichdim, Bu yerda fito choyi bor.
Va bu yerda kapsulasi. Kapsulalarni ham Insulin diabet men kapsulasi. birga ichyapman, bo'laverami Ha, kapsulani? shunaqa bo'ladi. Ha, birga ichib yuribman. Men choylaringlarni, damlamalarni ichyapman. Mana buni ichishni deb boshlaganingizdan keyin demak 20 kun ichida sizda o'zgarish. O'zgarish bo'lib, sezilib. 6-7 bo'lib tushdi. Mashalloh. Tushib yaxshi bo'lib qoldim. O'zim o'zingiz sezarkansiz. O'zim sezib qolyapman. Bu sizni ko'rgan odam u salkam 70 yoshdaman dedingiz, 50 atrofi deb biladi. O'zingiz ham mana yosh bo'lib, hayotga qiziqishingiz baland odam ekansiz. Bunaqa dori haligi Kimika doridan kimyo dori qarshisiz. ichmayman. Umuman ichmayman. Masalan, mana tabiiylikni Tabiiy tarafdori ekansiz. nimani, tabiiylik uchun ichdim. Men o'zi burun sizlarnikini ko'rib turib ham haligi olib ichadigan bir nomeringlarni topolmay qoldim. Mana biz shu videoni tagiga nomerlarni katta qilib yozib qo'yamiz. Hozir Telefon men qilib haligi ma'lumot olsa bo'ladi. O'sha nimada haligi Farg'onadan qarindoshimiz bordi, u ham sahr bo'lib qolibdi. Keyin 74 larga kelgan sahr bo'lib qoldi. Unga ham aytdim, u ham nomerlaringlarni yozib oldi. Yozib ichaman. O'shanga aytyapman, hamma olib ichsin. So'ba haligi nima bo'lmay qoldi. Og'rib yurgandan ko'ra. Og'rib ana bo'lganda shuni olib ichsin. Chunki rosa ishonchli ekan. Men o'zim nimamda bildim-da. O'zingiz tanangizda his qildingiz. Ha, qildim. Mana ichib yuribman. Juda xursand bo'ldik. Siz mana salkam sog'lom odamlar qatoriga qaytdingiz. Sizda 6-7 bo'layotgan bo'lsa, yana endi ko'proq jismoniy harakat qilib, diyetalarga yana ham e'tibor berib, buni vaqtida ichadigan bo'lsangiz. Jismoniy harakat ishxonada ham. Bugun dam oldim. Ko'pchilik bilishadi, bu dorini sotib olganlarga biz vrach bog'lab beramiz. Vrachingiz xabar olib turibdimi telefon qilib? Ha, vrach bilan gaplashib turibman. Shunaqa vrachlar tavsiya beradi, nimalar yeyish kerak, nima yeyish kerak emas. Buni qanday ichish kerak, qachon ichish kerak. Kartoshkani kam yeng dedilar. Kartoshkani kam yeng dedi. Kartoshka sahr aniqladi. Kartoshka yeyman. Non ham ko'taradi o'zi. Ha, non yemay qo'ydim. Shunaqa. Kimdagi batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsa, mana korobkani bu yerda ham nomerimiz bor. Ha, shu nomeri 503 0505. Sahr bo'lib qolganlarga aytyapman, olib ichinglar, shundan men foyda ko'rdim. Men ham birinchi uncha ishonolmadim. Qanaqa bo'ldi shu ishonishingiz deyman-da. Ishonmadim, inaki men yana nima bo'lib qolmadimmikin dedimda, inaki yo'q ichib nima qilaveraydi desam, shu vrachga telefon qilsam, bola aytdiki, bir 20 kunlarning ichida dedi. O'lchang sahringizni. Shu 20 kun ichib, keyin sahrni o'lchadim. Ha, 20 kun oldin necha edi, keyin 20 kundan keyin necha bo'ldi? 11 bo'lib qoldi. 11 bo'lib chiqdi. Ha. Birinchi больницada 9 chiqdi, keyin 11 ga ko'tarildi. Keyin dorini ichganimdan keyin 6-7 bo'lib qoldi. Hozir past sahr yo'q. Oyoq og'riqlar yo'q, hojatga borish normada. Oyoq og'rig'i yo'qoldi, umuman yo'qoldi. Holsizligingiz-chi yo'qoldimi? Holsizlik umuman yo'qoldi. Men shunga rosa xursand bo'lyapman. Hali holsiz bo'lib, g'alati bo'lib, faqat yotgingiz kelaverdi. Yotgandim. Yaxshi kelinim bor. Shu yotgandim. O'sha yo'qoldi. O'sha yo'qoldi holsizlik. Men ko'p odamlar bu qarilik deyapti. Yo'q, qarilik emas ekan. Siz yosh ekansiz, hech bir qari emassiz. Ishxonaga ham piyoda borib, piyoda kelaman. Yuribman. Shu foydada ko'proq jismoniy harakat qilsa. Firmani boshlig'i bo'lib qolganda shu kasal yuqtirdimda. Ko'p stress bo'lgan ekanda sizda. Odamlar qo'ydida meni. Ko'p stress bo'lgan ekanda. Stress bo'lib, shu kasal nima qilib oldi. Mana endi sog'lom odamlar qatoriga qaytasiz, tabriklaymiz. O'shaning uchun aytaman, siqilish kerak emas ekan, hech ham. Siqilishdan bo'lar ekan bu kasallik. Siqilmay, yurakni keyin qilish. Unda iloji bo'lmadi-da, siqilmasangiz iloji bo'lmadi. Lekin odamlarga qarzlarni uzib yubordim. Pensiyalarimdan ham uzdim, mayli dedim. O'g'lim hali Tojikistonga berib kelgan u pulni ular aldab qo'ydi. Xudo xolasa mana endi hammasi yaxshi. Xudoga shukr, hamma yo'q yaxshi. Sahrim ham yo'q bo'ldi, xudoga shukr. Endi men odamlarga tavsiya qilaman, olib ichish kerak buni. Shunaqa. Bu kimika dori bo'lmagandan keyin, boshqa ichki organizmlarga ziyoni bo'lmagandan keyin. Ziyonmadi, omikrosa yaxshi, juda o'zim yaxshi sezib yuribman. Dadil bo'lib qoldim, men yurishga ham dadil bo'lib qoldim. G'alati bo'lib charchab qolyotgandim, bemalol. Yoshlardaqa yuribman-da hozir. Shuda. Sizni ko'rgan odam hozir sahr demaydi-da.